Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar va mehmonlari. Yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz davomida kontaktsiz datchiklardan ikki turini sig'imli va induktiv datchik bilan tanishib chiqamiz. Bu qanday datchik, qayerlarda qo'llaniladi, ular o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rib chiqamiz va ishlash prinsipi bilan to'liq tanishib chiqamiz. Ko'rinishi korpusi mustahkam ishlangan. Datchikning bu tarafi sensor hisoblanadi. Sensor turli xil sharoitlarda foydalanganda ham ishdan chiqmasligi uchun kompound qo'yilgan. Korpusning o'zida nержавейкаdan yasalgan 1 millimetrlik, ya'ni rezbasining shagi 1 millimetrlik. Bu rezbasi borligi uchun istalgan sharoitda, istalgan shaklda qatirish imkonini beradi foydalanishda. Datchigimizda orqa tarafida svetodiod indikatori bor. Bu obyekt yaqinlashganda datchigimiz ishga tushadigan bo'lsa, bu svetodiod yonadi. Svetodiodning yon tarafida esa sezuvchanlikni rostlash uchun rostlovchi rezistor turibdi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu ko'p marta buriladigan rezistor hisoblanadi. Mana bu yerdagi, ya'ni masofani sozlab olsak bo'ladi. Agar biz shu o'zgaruvchan rezistorimizni soat strelkasi bo'yicha buradigan bo'lsak, mana bu yerdagi masofa uzayadi. Agar soat strelkasiga teskari buradigan bo'lsak, mana shu yerdagi datchikning sezuvchanligi qisqaradi. O'zimizga kerakli diapazonda xuddi shu yerdan sozlab olsak bo'ladi. Datchigimizda shu plastik qismida uni sensori joylashgan, ya'ni sezuvchan elementi. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana menda yana boshqa datchiklar ham turibdi. Bularda tashqi ko'rinishdan qaysi biri induktiv, qaysi biri sig'imli datchik ekanligini bilib bo'lmaydi. Bu datchiklar qanday datchik ekanligini, uni xarakteristikalari qanday ekanligini bilish uchun biz uni har doim markirovkasiga e'tibor berishimiz kerak. Markirovkasi mana bu yerdagi 3-harf, mana C deganimiz bu kapasitor deydi, ya'ni sig'im degani lotinchadagi. Sig'imli datchik bo'lsa, mana shu yerda C harfi bo'ladi. Induktivlikda yo'q bo'ladi yoki I harfi qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Undan keyingi 18 deganimiz bu diametri, ya'ni bu silindrimizning diametri. Undan keyingi harf A bo'ladigan bo'lsa, bu datchikning shakli, ya'ni silindr ko'rinishda chiqarilgan va qatiradigan rezbasi bor bo'lsa, bu A harfi bilan belgilangan bo'ladi. Endi bundan tashqari bu markirovkasini internetda juda ham ko'p jadvallar bor. Jadvallar orqali ham tanishib olsak bo'ladi. Keyingisi ulanadigan kuchlanish ko'rsatilgan. Mana bu yerda AC deyapti. O'zgaruvchan kuchlanish tarmog'iga ulanar ekan. Mana bu yerdagi NO degani chiqish kontakti. Ya'ni datchigimiz ishga tushgandan keyin bu o'zining kontakti bor ichida. Shu ulaydigan kontakti normal open kontakt ekan. Undan keyin sezuvchanligi 1 dan 10 mm gacha beryapti. Mana bu yerdagi maksimum 10 mm gacha sezar ekan. Ya'ni obyekt yaqinlashganda 10 mm dan boshlab sezishni boshlaydi. Kontaktlarning o'ng tarafda yana shuningdek ulanish sxemasi ko'rsatilgan. Ularning sxemasiga e'tibor beradigan bo'lsak, yana BN deganimiz inglizchadagi brown degani, ya'ni jigarrang o'tkazgichimizda rangini ko'rsatib qo'yapti. Mana brownni. Shu brownni o'zida yuklamani ham ulab ketilar ekan. Mana bunisi tarmoq kuchlanishining belgisi. Mana AC 220 voltni beryapti. Ya'ni 90 voltdan 250 voltgacha kirish kuchlanishini ulashimiz mumkin ekan. Past tarafdagi BU deganimiz blue degani, ya'ni ko'k rangdagi o'tkazgichimizni ulaymiz. Yuklamamiz, ya'ni kontaktimiz 400 mA gacha yuklamani ko'tarishi mumkin ekan. Bundan tashqari agar datchigimiz 3 tali ham bo'lishi mumkin. Chiqishlari mana qo'limda 3 taligi turibdi. Markirovkasida buni ham ulanishlarni ko'rsatib ketgan bo'ladi. Lekin bu yerda xitoychada yozgan ekan, ko'rsatilmayapti. Mana bu yerda normal open, normal closing ham ko'rsatgan yo'q. Agar xitoycha yozilgan bo'lsa ham mana bu yerda mana plus tomonimiz brown bo'lyapti, BN degan bo'ladi. Past tarafimiz blue bo'lyapti. Kirish kuchlanishimiz 6 voltdan 36 voltgacha DC beryapti. O'zgarmas tokda ishlar ekan. Agar markirovkasi agar xitoychadan tarjima qiladigan bo'lsa, mana bu yerda BK deb qo'yapti. Inglizchadagi black degani. O'rtamiz, ya'ni qora o'tkazgich ekan. Mana bu jigarrang bilan ko'k datchigimizda ishlash uchun pitaniya berilyapti. Qoramizdan esa chiqish signalini, ya'ni kontaktni olyapti. Induktiv va sig'imli datchiklarni o'rtasidagi asosiy farqlarini o'lchash usullarini ko'rib chiqaylik. Induktiv datchiklarimiz elektromagnit maydonni hosil qilish uchun o'ramdan foydalanadi. Sig'imli datchiklarimizda esa elektromaydonni hosil qilish uchun kondensatorga o'xshab plastinkalardan foydalanadi. Dastlab shu induktiv datchigimizni ishlash prinsipi bilan tanishib chiqaylik. Induktiv datchigimizni ichida mana bu yerda g'altak bor. G'altagimiz magnit maydon hosil qiladi. Unga kuchlanish tarmog'iga ulaydigan bo'lsak, ya'ni magnit maydonni generatsiya qilib turadi. Ya'ni magnit maydoni chiziqlari datchigimizda sezuvchi elementdan tashqariga chiqib, buni sezuvchi elementining hududini qoplaydi. Mana shu yerda. Qanchadir masofagacha. 10 mm deylik. Agar bu hududga, ya'ni shu zonaga biror bir metal predmet yaqinlashadigan bo'lsa, magnit maydonimizning kuch chiziqlarini buzadi. Ya'ni magnit maydonimizda amplitudalari qisqaradi.
Ya'ni magnit maydoni mana bu yerda kuchsizlashgandan keyin uni datchigimiz sezadi va datchigimizda chiqish kontaktini ulaydi. Induktiv datchiklarimiz faqatgina metall predmetlarda sezadi xolos, boshqa plastmassa yoki istalgan boshqa turdagi obyektlarni yaqinlashganini sezmaydi. Sig'imli datchigimizning ishlashi kondensatorga asoslangan. Bilamiz, kondensator ichida ikkita plastinkasi bo'ladi, o'rtasi dielektrik bilan ajratilgan. Bu datchigimizda ham xuddi shunaqa. Agar biz bu plastinkalarga kuchlanish beradigan bo'lsak, mana bu yerda elektr maydoni hosil bo'ladi. Agar bu elektr maydoniga biror bir predmetni, ya'ni obyektni yaqinlashtiradigan bo'lsak, bu elektr maydonini buzadi. Ya'ni plastinkalar orasidagi sig'imni o'zgarishga olib keladi va sig'im o'zgargandan keyin datchigimiz o'z-o'zidan sezadi va chiqish kontaktini uzadi yoki chiqish kontaktini ulashi mumkin. Bu normal open yoki normal close kontaktiga bog'liq. Datchigimiz ikki qismdan iborat. Ya'ni sensorimizning orqa tarafida mana bu yerda elektron platasi bor va datchigimizning chiqish tarafida esa bu tarafimizda tranzistor joylashgan. Obyektimiz sensorga yaqinlashadigan bo'lsa, elektron platamiz tranzistorimizga signal beradi va tranzistorimiz bu yerda chiqish signalimiz NPN yoki PNP bo'lishiga qarab turib chiqishlarni ulaydi. Bu datchiklarimiz o'sha chiqish kontakti sifatida o'sha tranzistorlardan foydalanadi. Ya'ni biqutbi tranzistorlarimizdan PNP yoki NPN bo'lishi mumkin. Mana bu yerda yozib qo'yapti. Mana bu PNP datchik ekan. Bunisida yozilmagan ekan. Mana bu yerda yozilibdi. Bu PNP yoki NPN deganimiz faqat shu uch o'tkazgichli datchiklarimizda bo'ladi. Datchiklarimiz ham turlicha bo'ladi. Chiqish, ya'ni ulanish o'tkazgichlar ikkitali bo'lishi mumkin, uchtali yoki to'rttali bo'lishi mumkin. Ko'proq uchtali datchigimiz uchraydi. Uchtali datchiklarimizda jigar rangimiz plyusga, ko'kimiz minusga bo'ladigan bo'lsa, bu qoramiz chiqish signaliga dedik. O'sha tranzistorda chiqish signali o'rtasidagi. Agar bu mana bu yerda mana PNP deyapmiz. PNP deganimiz N degani shu negativ degani, P deganimiz pozitiv degani. Demak, N'imiz minusga ulanyapti, ya'ni tranzistorimizning chiqishi. Demak, chiqish signalimiz ya'ni pozitiv tarafga ulanishi kerak ekan. PNP bo'lgandan keyin bu plus tarafga ulanadi. Agar mana shu yerda NPN bo'ladigan bo'lsa, bu datchigimizda ulaydigan, ya'ni kalit qismi manbani minus tarafiga ulanadi. Bu datchiklarimiz bir-biriga juda ham o'xshash. Shuning uchun biror bir joyda foydalanib turganda sig'imli yoki induktiv datchiklar qaysi birini tanlashda o'ylanib qolishimiz mumkin. Bu qayerlarda foydalanishimizga yoki o'sha foydalanadigan muhitda, o'sha joyda o'ziga xos talablariga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zi bir tavsiyalarni berib qo'yib, induktiv datchigimizda faqatgina metall predmetlarni sezadi xolos. Keyin bu murakkab iqlim sharoitlarida ham ishlashi mumkin. Har qanday muhitda metallarni aniqlaydi. Po'latmi, alyuminiymi, istalgan metalni sezishi mumkin. Ayniqsa chang, namlik, vibratsiya bor hududlarda ham ko'proq foydalanadi. Sanoatda istalgan joyda foydalanishimiz mumkin. Induktiv datchiklarimiz sig'imli datchiklarimiz turli xil jismlardan tashqari suyuqliklarni ham sezadi. Suyuqlikmi yoki qum, shakar, shunga o'xshagan mayda narsalar bor-ku, shu narsalarni ham sezadi. Ya'ni induktiv datchiklarimiz aniqlay olmaydigan qum, shakar, suv, suyuqlik istalgan narsani bu sig'imli datchiklarimiz sezadi. Agar sizning qo'llaydigan joyingiz ushbu materiallarni o'z ichiga oladigan bo'lsa, sig'imli datchikda foydalanishingiz mumkin. Keling, hozir ishlashini ham ko'rsatib beray datchiklarimizni. Mana ikkita o'xshash bor ekan. Hozir ikkalasini ham ishlatib ko'ramiz. 220 volt tarmog'iga ulaymiz. AC 90 dan 220 voltgacha. Yuklama sifatida oddiy lampochkadan foydalanaman. Datchiklarni surib turamiz. Biz chalg'itmaslik uchun. Menga kerak bo'ladi bir vilka. Nolimizni to'g'ridan to'g'ri ulayman, 0 dan 0 ga. Endi mana fazamiz kelyapti. Shu fazamizni bitta tarafini o'ziga yuklamamizni ulab qo'yishimiz kerak. Nolimiz to'g'ridan to'g'ri ulanyapti. Endi 220 volt tarmog'iga ulab turib, hozir ishlatib ko'ramiz. Mana juda ham yaqinlashtirganini sezyapti. Buramiz ekan. Datchikimiz soat filkasi bo'yicha o'zgaruvchan rezistorni buramiz. Mana yonda ozgina qaytarib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana masofamiz ancha uzaydi.
suv bilan tekshirib ko'raylikchi, qanday ishlaydi. Ya'ni sath o'lchagich sifatida ham foydalanish mumkin. Suvni ancha uzoq masofadan sezyapti. Ozgina qaytaramiz ekan, yana sezuvchanligini. Sezdi, o'chdi. Mana sezyapti, o'chdi. Taxminan 10 santimetrdan sezyapti. Sizlarga bilmayman qanchalik ko'rinyapti. Ya'ni suvimiz idishimizda yarmigacha joylashgan. Endi birorta plastik ham yaqinlashtirib ko'ray, qancha masofadan sezar ekan. Taxminan 6 bunaqadan sezyapti. 6 millimetr. Mana bunaqasiga yaqinlashtirsa ham sezyapti. Endi metallni yaqinlashtiraylikchi, metall sezamikan. Metallni ham sezyapti. Keyingi datchigimizni ham ulab ko'ramiz endi. Tarmoqdan uzib oldim. Induktiv datchigimizni ham ulab oldim. Yo'limiz to'g'ri ulanyapti. Fazamiz yuklamamiz orqali ulanyapti. Yuklamamiz o'rnida kontaktor bo'lishi mumkin, relay bo'lishi mumkin, yoki birorta hisoblagich bo'lishi mumkin, istalgan narsamiz bo'lishi mumkin. Yana tarmoqqa ulab ko'ramiz. Birorta metallni yaqinlashtirib ko'raman. Sezdi. Taxminan 3-4 millimetrdan sezyapti. Diapazonni oshirib ko'raylik. Mana bunda diapazon yo'q ekan. Buradigan nastroykasi yo'q ekan bunda. Masofasi ham juda ham qisqa masofadan sezyapti. Mayli, endi plastikni yaqinlashtirib ko'raylikchi. Plastikni sezamikan. Yo'q, mana plastikni sezgan yo'q. Endi datchigimizda chiqish. Endi 3 ta o'tkazgichi bor datchigimiz ulanishini ko'rib chiqaylik. Datchigimizda o'zida ulanish sxemasi ko'rsatilgan bo'ladi. Mana bu yerda 6 voltdan 36 voltgacha DC o'zgarmas ulanish tarmog'iga ulanadi deyapti. Yuklamamiz esa mana bu yerda mana to'rtburchak nimada ko'rsatib qo'yapti. Manbamizni minus tarafiga ulanadi. Mana bu yerda xitoychada yozib qo'ygani bu o'rtasi blackimiz, ya'ni qoramiz, mana qora chiqish signalimiz. Shu qoramiz bilan mana past tarafimiz ko'k ya'ni minus tarafimiz. Ya'ni datchigimiz ishlash uchun bunga plyus, bunga minus ulaymiz. Yuklamamiz desa bu ikkalasiga ulab qo'yamiz ekan. Hozir ulab ishlatib ko'ramiz. Buning uchun menga laboratoriya ta'minlash manbai kerak bo'ladi. Chiqish kuchlanishini 12 voltga qo'ydim. Hozir mana multimetrda ana shuni tekshirib olamiz. Chiqish kuchlanishini necha volt ekanligini. -12 volt chiqaryapti rosa. Datchigimizni o'zini ishlatib ko'ramiz. Birinchi G-line plyusga, ko'kda esa minusga. Mana ishladi. Svetodiod yonyapti. Barmog'imni yaqinlashtiradigan bo'lsam, boshqa obyektga yaqinlashtirib ko'ray. Mana yondi. Demak, endi chiqishdagi tranzistorni nima qilib ko'ramiz? Ya'ni PNP tipdagi minus tarafga ulanyapti manbani. Hozir shu, ya'ni tranzistorimizni ulash kalit rejimida ulashini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun men yuklama sifatida mana 12 voltli relayni oldim. Manbamizni minus tarafiga ulaymiz ekan. Sxema bo'yicha ulab tekshiramiz. Ko'rib turibsizlar, svetodiod yonyapti.
Endi sath o'lchagichda ishlatib ko'ramiz. Qani qanchalik darajada ishlaydi. Ishlayapti. Relay mana mexanический kontaktlar ulangani ko'rinyapti. Mana bunday kuchli yaqinlashtirsa ham sezgani yo'q. Mana datchigimiz ishlayapti ekan. Boshqa predmetni yaqinlashtiramiz. Buni sezmadi, rezinani sezmadi. Yoki manbamiz uzilib qoldi. Ha, yo'q, sezdi. Endi buni sezish masofasini mana bu yerdan nastroyka qilsak bo'laveradi. Ya'ni soat stilkasi bo'yicha 10 ga buradigan bo'lsak, mana bu yerdagi masofamiz uzayadi. Yoki qisqartirishimiz mumkin. Mana sizlar bilan induktiv va sig'imli datchiklarni ishlashlarini tanishib chiqdik. Sizlarni qiziqtirgan qanday savollaring bo'lsa, izohda qoldirishlaring mumkin. Shuning bilan bugungi video darsimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz bilan keyingi darslarimizni ham kuzatib boring.